zinadan tushib ketyapmiz mana. Ikkinchi etajimizga obzorini qilib chiqdik. Ko'rinishi biz o'zi dekorator bizni oldindan ishlaymiz, xudo xolasa oldindan italyanskiyda ishlab berganmiz. Hozirgi paytda o'zimizning mahsulotlar bor, Kolex'da nomlanadi. Do'konlarimiz ham bor, showroomlarimiz ham bor. Xudo xolasa agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lib yoki bir mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz ham mahsulot ham bera olamiz, ham yana uslugasini ham qilib bera olamiz. Biz bu yerdagi ish qilgan ishlarimizni malarkasi, kataloglari va xohlasa zinani atroflari hamma dekorativ ishlar bilan tugatib berdik. Xonadonimizni o'sha xudo xolasa egalari ko'chib keladigan holatda fasad qismlarimizni ham qilib berdik. Fasadimizda Teodor A mahsulotimiz mana ko'rinishi har bir detalga chiroyli ahamiyat berib chiqilgan. Mana ramkalarning o'ralari bo'lsa, bu yerda fakturniy narsa beriladi, trafaret. Ya'ni trafaret beriladi. Chiroyli qilib mana shu ishlarni tugatib berasiz. Bo'ldi shu bilan xonadonning egalariga chiroyli holatda topshiramiz. Mana tozalab, borkalar qilib, har bir joylarga yaxshilab ahamiyat berib chiroyli qilib beramiz. Bizga mana xonadonimizning ichlari взрослый spalniy bo'ladi. Bu yoq taraflarimizda bo'lsa zallar bor. Mana zallarning ko'rinishi shunaqa bir chiroyli ranglardan 2026 ranglardan foydalanganmiz. Va xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar bor, ular aloqaga chiqib, direktdan yozsanglar javobini beramiz. Mana kuxnyamizga ham shunaqa bir neobычный faktura qilib berganmiz. Tegida perlamotori shuna ko'rinib turadigan bir chiroyli bir fon qilib berganmiz. Xuddi bunaqaga o'xshab turibdi. Mana yoki bir aboyi bir shakliga o'xshagan bir fakturalar berganmiz, lekin juda baquvvat materiallarimiz mana ichida bunday yonib turadigan sludalari bor. Mana xonadonimizni bu yoq tarafimizda chiroyli egalari kuxnya tanlagan. Shu kuxnyaga mosroq qilib, более спокойный rang qilib berganmiz. Bu yoqda bo'lsa, ko'cha oldi tarafimizda oldi tarafda mana balasinalar qilingan. Bu полный fasad qismimiz bor. Fasadimizda o'sha balasinalardan tortib har bir detallari ilkiga mana bunaqa qilib dekorativniy ozgina usuldan foydalangan holatda mana qilib milliy o'zimizning trafaretlardan tushirib beryapmiz. Ko'cha qismimizda xudo xolasa, ko'cha qismimizda mana chiroyli qilib uyga bir faizli xonadonga aylantirib berganmiz. Oldi qismlariga bular shunaqa bir shaklli chiroyli gullar tanlashgan. Shu gullardan tortib xonadonni suvoq holatidan shu holatiga olib kelib berdik. Shunaqa bir chiroyli qilib berganmiz. Kolex o'z mahsulotimiz. Hamma kачество, garantiya degan narsalar hammasi Kolex o'zida bor. Bu juda qirilmaydigan, juda baquvvat material hisoblanadi. Ko'rinishi mana shu. Chiroyli qilib beramiz. Ham mahsulotlarni sotamiz. Mahsulotimizni Teodor fasadga, ichkarilarga atechenta qilib berganmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xonadonimizning ko'rinishi, xudo xolasa, juda premiumga tortadigan xonadon.